Agar yuzingizda ochiq va yopiq komidorlar toshayotgan bo'lsa, bu video siz uchun foydali bo'ladi. Asosan 3 ta sababga ko'ra toshadi. Birinchisi albatta noto'g'ri tanlangan komedogenlik kosmetikalar. Ikkinchisi terini haddan ortiq ko'p yog' ishlab chiqarilishi, sebumni buzilishi. Uchinchisi sog'liqda bo'layotgan o'zgarishlar yoki gormonal buzilishlar. Sostavida mana shu aktivlar bor kosmetikalar yuzga komedon chaqiradi. Har xil yog'lar, kokos, kakao yog'lari, ko'pincha gidrofil yog'lar yuzga komedon toshiradi. Sostavida lanolin bo'lgan kosmetikalar, juda qalin bo'lgan og'ir kremlar yuzga nafas olishga qo'ymaydi va komedon chaqiradi. Undan tashqari aktivlarni noto'g'ri ishlatish ham komedon chaqiradi. Ya'ni retinolni haddan ortiq ko'p ishlatish yoki boshqa aktivlarni bir-biri bilan aralashtirib ishlatish. Endi qanaqa qilib ulardan xalos bo'lish haqida gaplashamiz. Sizga mana shu aktivlar yordamga keladi. Salitsil kislotasi, azilain kislotasi, niacinamid va juda ham kuchli hollarda retinoidlar. Retinoidlar esa faqatgina vrach-dermatolog nazorati ostida qo'llaniladi. Agar siz hamma tepada aytib o'tgan narsalarimga amal qilayotgan bo'lsangiz, lekin baribir yuzingizda komedon ko'p bo'lsa, siz albatta dermatolog va endokrinolog ko'rigiga yozilishingiz kerak. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va meni Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda foydali ma'lumotlar juda ham ko'p.